Men Tobus Qazon mahallasida yashayman. Menga hokim yordamchisi bilan bankirlar kelib 50 million kredit ajratgan edi. Shunga qadar menda bir 25-30 million mablag' bor edi. Hozir shuni asalariga, chorvaga, teplitsaga ishlatib, hozir 60-70 million mablag'im bor. Daromadim oshgan. Hozirgi kunda shu berilgan kreditdan samarali foydalanyapman. Rahmat shu bankirlarga, hokim yordamchisiga, rahbarlarga rahmat. O'tganlar belgilab yotdi, bo'lgan joylari bor. Agar uni qilib, shuni olsak. Nima qilyapsiz?